Yo'llarda tartibni saqlash, tirbandliklarni kamaytirish va harakat xavfsizligini ta'minlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biriga aylangan. Muxbirimiz Xorazm viloyatida yo'l infratuzilmasini rivojlantirish, harakat xavfsizligini ta'minlash va transport oqimini tartibga solish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida lavha tayyorladi. Yo'l bu faqat manzilga yetkazuvchi yo'nalish emas, balki inson hayoti va xavfsizligi bilan bog'liq jihatlari ham bor. Ana shu bois shahar ko'chalarida transport oqimi ortib borayotgani, tirbandliklar sabab yo'l transport hodisalarining oldini olish masalasini yanada dolzarb qilib qo'ymoqda. Xorazm viloyatida yo'l harakatini to'g'ri tashkil etish maqsadida zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish hamda haydovchi piyodalar madaniyatini oshirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xorazm viloyatida jami 9025 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llari mavjud. Viloyat avtomobil yo'llari boshqarmasi tasarrufidagi 2200 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarida o'tkazuvchanlikni va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida mana bunday tig'iz chorrahalarda maxsus burilish orolchalari tashkil etilyapti. Bu ham albatta yo'llarda tirbandliklarni oldini olishga xizmat qilyapti. Bu juda yaxshi. Tirbandliklarni oldini oladi. Yana keyingi vaqtlarda xalqimizni turmush farovonligi oshdi. 2-3 mashin bor har bir oilada. Shuni hisobidan mashinlar ko'payib yo'llarda tirbandlik bo'ldi. O'ng'aylanishga ruxsat bor. Tirbandlikda o'tirilmaydi. Biz haydovchilar uchun bu qulay bo'ldi. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Urganch Shovot tumanini bog'lovchi 216 avtomobil yo'li 0,2 kilometrda avtomobillar uchun qo'shimcha yo'lakchalar tashkil qilindi. Shu bilan birga Urganch Xiva shaharini bog'lovchi asosiy yo'l 215 avtomobil yo'lini ham 0,2 kilometrda qo'shimcha yo'laklar tashkil qilindi. Urganch Yangiariq tumanini bog'lovchi 214 yo'lda ham qo'shimcha yo'laklar tashkil qilindi. Shu qaror farmoyishlariga asosan viloyatdagi umum foydalangan avtomobil yo'llarida 1450 kilometr yo'llarni ta'minlash hamda rekonstruksiya qilish ishlari hamda 28 ta ko'priklarni rekonstruksiya qilish ishlari belgilangan. Shuningdek, viloyatda transport vositalari va piyodalar harakatini tartibga solish maqsadida 18554 dona yo'l belgisi va 191 ta svetofor o'rnatilgan. 1953 dona tungi yoritgich, transport oqimini ajratib beruvchi 111 kilometr temir va 1,5 kilometr beton to'siqlar barpo etilgan. Aqlli svetoforlar qo'yildi shaharga. Yo'l o'tkazish tunnellar qurilyapti, ko'priklar qurilyapti, yo'llarimiz yaxshilashyapti. Biz haydovchilar mamnunmiz. Yo'l harakati ishtirokchilarining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib, o'tgan yili qisqa fursatda Xiva shahri temir yo'l vokzali oldida yer osti avtomobil yo'li qurilib, foydalanishga topshirildi. Umumiy uzunligi 480 metr, eniga 18 metrni tashkil etadigan loyihaning umumiy qiymati 98 milliard so'mni tashkil etgan. Loyiha shaharning Kumyaska, Gazchi va Angarak mahallalarini bir-biriga bog'laydi. Natijada hududda tirbandliklarning oldi olingan. Yo'llardagi xavfsizlik bu barchamizga daxldor masala. Unutmaylik, qoidalarga amal qilish, sabr va ehtiyotkorlik inson hayotini asrashga xizmat qiladi.